Молодец. O'ynayver endi, o'ynayver. Bo'ldi, ana. Qisdi kulib qo'ydilar. Biz ham shunchaki kulib qo'ydik. Hayır. Rahmat. Rahmat. Bugun 5 yoshli Umarni bizga olib kelishgan. Mana spokойно yotibdi. Bola qo'rqmasdan, adekvatni, yaxshi, jim o'zini o'ylarini o'rgatib qo'ydi. Mana o'ynab, kulib yotibdi. Mana shunaqa paytda lidokain sprey sepib, ukol qilmasdan o'ynatib kuldirib, xatnasini o'tkazamiz. Ko'rishni davom ettirsanglar, jarayondan ko'rsatamiz. Shunaqa paytlar bola aqlli bo'lgan paytda, gap tushungan paytda lidokain sprey ayolimiz yaxshilab sepib, muzlatib, hurmatli qaytaraman, ukol qilmasdan, hozir bildirmasdan xatnasini o'tkazamiz. Молодец. O'ynayver endi, o'ynayver. Bo'ldi, ana. Qisdi kulib qo'ydilar. Biz ham shunchaki kulib qo'ydik. Davom ettiramiz. Adenga chiqqanda aytamiz, endi ozgina yig'lab ber deyman, to'g'risini aytaman. Shuncha kutdim seni yig'lamang dedim. Yo'q, lekin baribir sovg'a oladi-yu bu. Sovg'a olib bersizlarmi? Ha? Voy, Baribir yig'lasa ham bu jigit bo'lib berdi-yu, jigit bo'ldi-yu. ozgina quvonch ko'z yoshlari chiqdi. Endi hozir o'yin o'ynayapti. Ayni, молодец. Yashang yigit. Mana bu to'y bo'lam bu. Qo'ldan ushlab oling, o'zi yurib ketdi. Qori bo'lam. Bo'ldimi? O, Xayr doktor, rahmat. Hayır. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'l.